Sen mi haq pulini yiyotgan? Nada bu ustidan tepalab ketib, nima odamlarni aldayapsan sen? Bugun uyg'onmaysan, o'rnayapti. Bo'lyapti. Xo'jayin, bu nomimizni qoralayapti bu. Bu video qilganimizni boshlang'ich to'lovini ura beramiz deb, bu boshlang'ich to'loviga pul olyapti-kan bu. Tuhmat bu, men umuman Hayvon, xalqqa gapir. Gapir hayvon, xalqqa. To'xta. Oldingizmi pul? Bitta pul olganim yo'q. Boshlang'ich to'lovsiz xohlagan uyini olib ketishyapti. Umuman pul oldi. Tuhmat bu. Shuni xalqqa qarab gapirchi. Urib gunohlaringni to'kib yuboraman. Qani gapir, xalqqa qarab gapir. Bitta pul olganim yo'q, rostmi? Aytinglar. Menga kulib gapir. Kulib gapir. Chiroyli muomala qilib gapir. Boshlang'ich to'lovsiz bir xonali, ikki xonali, uch xonali uylarda umuman pul olmayman. Bo'ladi. Bular ishimiz bo'ladi. Nima bo'ldi kecha? Umuman pul to'lamasdan boshlang'ich to'lovsiz beramiz. Kelinglar, men o'zim qilib beraman. Umuman pul olmayman boshlang'ich to'lov. Qaranglar, do'stlar, eshitdinglar a? 1 so'm boshlang'ich to'lovsiz Bo'ston loyihamizga kelib, eskrot tizimi orqali bemalol uylar sotib olsanglar bo'laveradi. Mana shu bolaga uchraysizlar. Mabodo pul so'raydigan bo'lsa, joyda, davay. Bos, ur uni.